Yangi sotib olgan kameram to'g'risida g'iybat qilamiz boshladik. Oldin ichida nima bor, nima yo'qligini sizlarga tushuntirib ketaman. Eng birinchisi kamerani o'zi mana bunaqa kichkina bo'ladi. Bundoq qilsanglar 4K da oladi, bundoq qilsanglar 3K da oladi. Va u juda ham kichkina. Buni mana bunaqa joyi xuddi hozirgi yigitlarga o'xshab juda ham nozik, o'shaning uchun har doim chiqolda saqlab yurishinglar kerak. Mana shunaqa qilib ko'tarib yursanglar ko'chada. Narxi ham hozirgi vaqtda $900. Men olganimda ham $900 edi. Men Turkiyadan olganman. Turkiyada hamma narsa qimmat texnikalar. Ichida mana bunaqa chexoli chiqadi. Men mana shunaqa eng oxirgi versiyasini olganman. Xullas ichida hamma narsasi bor. Hozir nimalar borligini sizlarga ko'rsataman. Hammaga kerak bo'lgan mikrofon, mana bunaqa mikrofonchasi bor. Bundoq qilib taqib olsanglar bo'ladi, olsanglar bo'ladi. Xuddi mana shunaqa magniti bor. Magniti juda ham yaxshi yopishadi. Hop, даже sochdan ham o'tkazib olsanglar bo'ladi. Menga o'xshab gapiradigan qizlarga, tupurib gapiradigan qizlarga mana bunaqa narsasi bor. Tiqib olib, bu unga ulanmagan. Ulansa mana bu yerda yashil ko'k yonib turadi. O'zi mana bunaqa oddiy mikrofoncha. Keyin ikkita adapteri bor, batareykasi, bittasi katta, bittasi kichkina. Sizlarga qaysi biri yoqadi desam, mana shunaqa. Va albatta o'zim mana bunaqa pikmi shtativchasi bor. Va albatta eng muhim narsa mana bunaqa narsa. Bu nima desanglar, bu xuddi iPhone'da 1.05 bor-u, bu xuddi mana shu kamera 0.5. Men eng yaxshi ko'rgan komboyim bu mana bu adapter. To'g'ri bu tez tugab qoladi, lekin ko'chada video olishga juda qulay va qo'lda ham chiroyli ko'rinadi. Xoslik ko'rsataman. Bunaqa chiroyli ko'rinadi. Hozir endi buni nariga uzunni bog'lab ko'rsataman. Mana shunaqa uzun bo'lib turadi. Buni ko'tarib yurish ko'chada noqulay. Sizlar buni mana bunaqa qilib ko'tarib yurishlar o'ylaylar. Men ko'pincha mana shunaqa ko'tarib yuraman, chunki men ko'proq vlog olsam, qo'llarim katta-ku meni. Agar sizlar barmog'inglar pikmi bo'lsa, narigini bog'lab olsanglar, men ko'proq mana shunday bunaqa olib yuraman. Bilaman g'alati ko'rinadi. Lekin bu kamerada bir kunlik vlog olishga zaybachka bo'lib ketasizlar. Bosasizlar. To'g'rilaysizlar chapga o'ngga. Zaybachka bo'lib ketasizlar normalniy kadr olib. Chik olishni boshladi. Bu hali hammasi emas.